Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 5-iyul Ürümçi qırğınçılığının 3-cü gündə, yəni 2009-cu il 7-ci ayının 7-ci günü Ürümçi at bəyi meydanında bir top Uyğur ana balalarının Xitay hökumətindən 5-iyul tutqun qılınğan ərləri və oğullarını qoyub berişini tələb qılıb elib barğan namayışı ayni çağda dünya mətbuatında güclük diqqət qozğagan. Bolubmu şu qıtımqı namayışda has tutqan Tursungül ismli qahraman anının Xitayның tankısını tosub durub mərdanlıq bilan şoğar tola atqan görünüşü 5-iyul Ürümçi qırğınçılığının ən asaslı simvoluğa aylanğan idi. 5-iyul Ürümçi qırğınçılıq jarayonida Uyg'urlar eng ko'p to'plashib o'ltiraqlashgan at bəyi maydonini tutqun qilish harakati eng jiddiy ilib berilgan joylarning biri bo'ldi. Xitoy soqchi va askarlari bu rayonda o'y-mo'y aqtirish ilib berib 15 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan minglagan beguna Uyg'urni tutqun qilgan. Natijada erlari, o'g'illari, akimlardan ayrilib amalsiz qolgan 300 dan ortiq Uyg'ur qiz ayollari 7-iyulda Xitoyga qarshi tinchlik namoyish ilib borgan edi. Şundan buyan Dünya Uyghur Qurultayı başçılıqidagi Uyghur təşkilatları 7-iyul günü türlük xatirlash və narazılıq fəaliyyətlərini uyuşturuş arqılıq bu qəhrəman xanım qızlarımızga bolğan çəksiz hörmətini ifadeləb gəlməkdə. Bu münasibət bilan bugun kechda Dünya Uyghur Qurultayının uyuşturuş bilan Münxen şəhərindəki ən asaslı sayohat nuqtalarının biri bolğan Max Yusuf Platz meydanında namoyish və yaqında oshkorlangan Şinjan saqchi hujjatlar asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkaziladi. 2009 yılı 14 noyabr Amerikadagi milliy shoirimiz, adibimiz və peshqadam kurashchimiz marhum Ablekim Baqi Iltabir apandimning 7-iyuldagi xonim qizlar namoyishining simvoliga aylangan Tursungül ismli jasur onamizga beg'ishlab yozgan Qahramon ona nomli tövəndiki she'riy muhaciratdagi qarindoshlarimiz orasida intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Qari zulmat mudhish shu kecha, shahar ichi qonga bo'yalgan, qani o'g'li, qani murabbi, ana qalbi zardab to'lgan, nido qildi ana tong sahar, bir ko'zi yosh, bir ko'zida qon, qisos yondi qalbida cho'g'dak, vujudida o't yondi gulxon, ana kelar ko'chida mag'rur, hastayqi qo'lida qalqon, ko'zlaridan yovg'in apriti, yolqin kabi lavuldab yongan, kelar hayvat dushman tankisi, kurming cherik mukishib olgan, ichib Uyg'ur qinini kecha, hush aslidan adishib qolgan. Ata dedi ani mardona, biz hurriyat yo'lida mangan, qirib chepib qo'rqitolmaysan, dilimizga Alloh kuch solgan. Urg'inida yerga hassini, titrab ketdi go'yo yer makan, yov beshiga tekkandek bo'ldi, haqiqatning qudrati bozgan. Uyg'ur ruhi ona qalbida magma bo'lib partildi volqon. Ey qadrli qahramon ona, qalbimizda sen go'yo cho'lpon. Qudratingdan titridi dushman, shuhratingdan tavridi jahon. Evlatlaring besib izingni, azod bo'lar muqaddas makon. 6-iyul günü Amerika'nın Cenevadagi bosh elchixonasi tarafidan o'tkazilgan Amerika Mustaqillik kunining 246-yilligini xotirlash murosimiga alayda taklif bilan qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim har qaysi ellarning Cenevada turishliq diplomatlarga Uyg'ur irqi qirg'inchiligini anglatish va Uyg'ur xalqining orzu-istaklarini yetkazish fursatiga erishdi. Mazkur faoliyatga 100 dan ortiq davlatning Cenevada turishliq bosh elchilari va diplomatlari qatnashgan bo'lib, bularning ichida islom ellarining ko'p sondagi bosh elchilari bor. Dolqin Aysa apandim faoliyat jarayonida Amerikaning Cenevada turishliq bosh elchisi va Amerikaning BDT kishilik huquq oliy kengashida doimiy turishliq vakili. Shundaqla bir qism g'arb va islom ellarining diplomatlari bilan ko'rishib Uyg'urlar masalasi haqida suhbatlar ilib bordi va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqi qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikning jiddiy harakatga o'tishining to'limi ta'qirsizligini alayda ta'kidlab o'tdi. 1776 yılı Amerika Mustaqillik xitobnomasining e'lon qilinishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining rasmiy qurilganligi jakarlangan edi. Amerika davlat bayrog'idagi 13 siziq bo'lsa, ayni chog'da Mustaqillik xitobnomasiga imzo qo'ygan 13 mustamlika rayonni. Bayroqdagi 50 yulduz bo'lsa, Amerikadagi 50 shtatga simvollik qiladi. Xalqaro kechirim tashkiloti 6-iyul kuni Sharq Turkistonda lagerlar qamalgan 48 nafar tutqunning oila a'zolari bergan guvohlik so'zlarini va lager qurbonlari uchirgan ichinishli paketlarini e'lon qilgan hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarini Sharq Turkistondagi kishilik huquq jinoyatlari haqidagi dokladni darhol e'lon qilishga chaqirgan. Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kalamart mundaq degan:
Bu aile a'zolarining bayonlari Şinjan'da yuz bergan qo'rqinchli ishlarni ko'rsatib berdi. Bu qabahatlik voqealar allaqachon insoniyat qarshi jinoyatlarni shakllantirib bo'lgan. Nurg'un oila a'zolari o'zining bir qancha qarindoshining tutilib ketganligini, yana bir aylan o'zining 40 tuqqunining tutilib ketganligini so'zlab berdi. Bular bu rayondagi tutqun qilish va xo'rliqning naqadar zo'r ko'lamda ekanligini tushuntirib berdi. BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Xitoyning Sharq Turkistondagi dahshatli tuzumi va jinoyatlari ustida texnik aniq yakun chiqarmagan bo'lib, agar u Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladni vaqtida e'lon qilmasa, BDT kishilik huquq kengashining kelar haftalik yig'inida muzokara qo'yilish fursatini ketkizib qo'ydi ekan. Agnes Kallamart bu haqda to'xtalib mundaq degan: Xitoy hukumatidan cho'qim hisob so'rash kerak. Buning uchun oliy komissar Bachelet xonim uzundan beri orqaga so'rab kelgan shu dokladni darhol e'lon qilishi hamda BDT kishilik huquq oliy kengashiga vaqtida sunishi kerak. U hozirgacha Şinjan'da insoniyatga qarshi og'ir jinoyat sodir bo'layotganligini demay kelyapti. Bu adolat qilingan to'sqinlik, BDT kishilik huquq organi qilingan haqorat. Amerikadagi to'g'ri axborot kanali BuzzFeed yaqinda Xitoy hukumatining Qashqar shahrida Uyg'urlarning diniy va milliy madaniyatini qandoq vayron qilib, ondan Uyg'ur madaniyatining mazkur qadimiy bo'shki bo'lgan bu shaharni Xitoy sayohatchilarining Disney bag'chisiga qandoq aylantirganligi to'g'risida bir tekshirish doklati e'lon qilgan. Dokladda aytilishicha, Xitoyning bu shaharni Disney bag'chisiga aylantirish harakati fuqarolarning ibodatini kuzatish kameralarida nazorat qilishdan boshlanib, hozirgi Xitoy sayohatchilarining o'z-o'zini suratga tortib, Instagramda e'lon qilishdek holatga kelgan. BuzzFeed'ning dokladida aytilishicha, Qashqar shahridagi masjidlarning qurilish shakli va gullik koyishlar asrlardan beri Uyg'ur madaniyatining bu qadimiy shahardagi muhim belgilaridan bishorat berib kelgan bo'lsa-mu, biroq ular erishgan videolardan bu shahardagi masjidlar Xitoyning musulmonlar qartilgan harakatining nishoniga aylanganligi, hukumatning masjid munoralarini elib tashlaganligi, arabcha xatlarni suvab yo'q qilganligi ma'lum bo'lgan. Dokladda Xitoyning buning bilan to'xtab qolmaganligi, uning hozir qolib qolgan masjidlarni sayohatchilarni Şinjanga jalb qilish uchun qo'llanayotganligi, Qashqar Hetka jamoasining tipik sayohat manzilgohiga aylantirilganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, mazkur dokladni tayyorlovchilar Qashqar shahrining 2017-yildan keyin bostirish avjiga chiqqan mezgilda tortilgan video, kuzatish kameralarga oid rasmlar, saqchi punktlari, shaharning qurilish xaritasi, nazorat ulaslarini uning burungi holati bilan selishtirib, 2017-yildan tortib hozirga qadar bu shaharda bo'lgan o'zgarishni aniqlab chiqqan. Dokladda yana mutaxassislarning so'z naql keltirilgan bo'lib, mutaxassislar yaqinqi 5 yilda Uyg'ur madaniyatining jonliq kartinasi bo'lgan bu shaharning butunlay o'zgarib, tamoman destinlashtirilganligi, uning asliga yot bir joy va bir o'yin tomosha bag'chisi bo'lib qolganligini aytgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.